Aytsam ishonmaysizlar, umrimda birinchi marta xom go'sht yeb ko'rdim. Bu xorazmcha ijjon taomi ekan. Go'sht rostdan ham xom, lekin uzoq vaqt chopqi bilan urilganligi uchun pishib ketar ekan. Tamantiqa, siz bu taomni yeb ko'rishga tavakkal qilgan bo'larmidingiz yo'qmi? Kommentga yozib keting. Bu yerda nafaqat xorazmliklar, balki hammaga birdek yoqadigan xonlar taomi. Xanskiy miksi ham maromiga yetkazib tayyorlashar ekan. Menga eng yoqqani bularni xamiri bo'ldi. Juda ham yupqa, tuzlamalari ham joy-joyda. Xullas ovqat juda ham mazali. Ko'rib turganinglar 4 kishiga mo'ljallangan. Narxini Telegram kanalimdan bilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda yana men hech qayerda yeb ko'rmagan Xanate burgerlarini yeb ko'rdim. Qarsildoq non ustida yumshoq pishirilgan bonfile. Kelganinglarda albatta qasr-qusur qilib bitta yeb ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Salatlarni ham did bilan qilishibdi, padachalari ham o'zgacha. Bu yerda ko'plab Yevropa taomlarini ham topsanglar bo'ladi. Qisqasini aytganda, Xanate restoraniga kelsangiz, o'zingizni xon yoki malikalardek his qilasiz. Har kuni 8 dan 10 gacha jonli musiqa ham bo'lar ekan. Qoluvchilar uchun alohida kabinkalari ham bor ekan. Xanate restorani ertalab 11 dan kechki 12 gacha ishlaydi. Adresi Gangadan Abayga tushib kelavurishingizda o'ng qo'lda. Bu videoni yaxshi joyda, yaxshi taom qidirib yurgan opalarimizga jo'natib qo'yinglar. Akalar, sizlar like bosib qo'yinglar.